Zot oliylari, men qo'shin qo'mondoniman. Kiraver. Xo'sh, nima bo'ldi? Afsuski, yomon xabar olib keldim. Bosh chizmachi Yin Jangyun g'oyib bo'ldi. Nima? Yi Jangyun? Ha, u bilan men bugun kechqurun Shimoliy darvoza oldida uchrashishim kerak edi. Lekin u kelmadi. Uni ortidan izlaganimda esa qon bilan bo'yalgan mana shuni topdim. Unga hujum qilishdimi? Ha, uni o'ldiring. Bu yerdan ketamiz. Qonga bo'yalgan yorlig'iga qarab ayta olamanki, u suiqasd qurboni bo'lgan. Bu o'ta ketgan sharmandalik. Unga bergan buyrug'imni hech kim bilmadi. Ularning har biri uning o'limida ishtirok etgan bo'lishi mumkin. O'z lavozimi va hokimiyatini saqlab qolishni istaganlarning barchasi. Sovuq shamol esmoqda. Iltimos, o'z xonangizga qayting. Menga hozroq may keltiring. Sarxush ichimliklardanmi? Men bugun mast bo'lishim kerak. Hazrat oliylari, och qoringa ichish sog'lig'ingizga xavf tug'dirishi mumkin. Biroz taom tanovul qilishni istaysizmi? Bosh oshpaz Yun, shu yerdamisiz? Bosh oshpaz. Ha, hozir. Hammasi jonimga tegdi. Odam degan bu paytda uxlasa bo'lmaydimi? Hazrat oliylari, sizning juvansang taomingiz tayyor. Zot oliylari. Zot oliylari, hammasi yaxshimi? Shu yerdamisan? Nima, u mastmi? Ichi bo'lgan bo'lsa kerak. Nega doim shunaqa? Men sizga ovqat olib keldim. Zoti oliylari. Hech qayerga qimirlama. Lekin men Shunday yot. Hech qayerga qimirlama. 그대 난 어디서 사랑을 하나요 그대를 부르면 닿을 수 있을까 하고 싶던 말이 아직까지도 참 많은데 그대에게 말할 수 없죠 그대는 알까요 내 맘의 크기를 매일 기다리죠 그대를 볼까봐 시간도 소용없을 만큼 그대를 그리죠 이젠 그대에게 가고 싶어요